Sen şu topqa yollasan boludu. Menmo emde ağzımni içip gap qilmasam bo'lmaydi-ki. Meni Suriyaga borgan, odam sog'an, hukumatimizning inovatiga ufqulsi ta'sir etadi deb ayblabsizlar. Men emdi deb beray. O'rta Osiyodagi Muxtar afandim. Muxtar. Hozirgi Ablat Nur deb atalgan Muxtar afandim Bishkekda yig'inda Hasan Mahsumning o'rniga amiri bo'lib Afg'onistonga borgan. Shularni boshqurgan. Azmatni shu chaqda tushirib birlashtirimiz deb bu amiri bo'lib saylangan. Shu huquqlarni tutgan. Shu yerdagi barliq ahvollarga rahbarlik qilgan kim terrorist bo'ldi-ki? Endi meni taftish yo'lab, meni aniqlab, mening ustimdan gap qilgan Nurahmat. Bu g'ulam, bular hammasi Tursun deganlar, Tursun Dagdad aytdi-ku deymi uni. Kashmirda tug'an, Kashmirda tarbiyalanib kelgan. Olmutida to'mitasa qurolni ko'tarib yurgan. Tursun Dagdadni shu o'ltagan vaqtida bu Nurahmat bor. Ağaynisi, aşının öldürüşülüşke sebep çıkan kuylar bu. Bu aşını öldürüvetse, boğup öldürülgen vaktin keyin Özbekistan'a kaçıp berip, Özbekistan'da biz İsrail'nin öyde Perhatskı'da körüşken. Onun dekin Ömer Hacıkan bile bizden öyge bağın, Ömer Hacıkan bile ben yakın, Ömer Hacıkan Kazakistan'daki şurçağı deslepteki ezmetinin emiri bu tuğan. Ömer Hacıkam dep bergen bana. Buguy biludovkam Tursun'u öldürüp etleşede dep. Maguy biludum eğer keçip geldi dep. Bu yerge KGB tutup aldı, onu ekirketti dep bağın. Bana özü Nurahmet açtıgan KGB tutup aldı aka onu digen. Yağan dep baksın. Özünün sebdişini öldürüş sebep çıkan guyla. Kim teröristke? Kazakistan'da Uygurlarını tutup bulap kıgan guyla muşu. Terörist degan xalqning ichida g'ulg'ul paydo qilgan, xalqqa huzursizlik paydo qilgan, tinch xalqqa qo'rqinish paydo qilgan odamni terrorist deydi. Hozirgi berilayotgan ta'bir mushugo. Biz bir siyosiy inqilobchi. Bug'ila Qozog'iston mushu asosan Qirg'iziston mushu ikki davlatda butun qalayimqanchilik chiqargan g'ila mushu. Odam urgan, o'ltagan Muşunun sebep çıkan, aşının katlaşkan guylamana muşu. Mening ufkam bilen, mening ufkamga qarı çaplavatıda, mening ufkam ne ötkendi degen okşaş, bu Hasan Mahsum taraf bop qalğanlygy ras. Hasan Mahsum bop qalğanlygy üçün 4 balını öldürüp etdi. Bishkekde Salaydin degenme o ballarını öldürüp etdi. Turist Mehmet degen balını ufkam bilen birli tutup, vurup, aşı bir öyde $5,000 elip koyup berdi keyin muşu. Hazır Türkiye'de bir balını it buyruqqa vaqtida Özbekistan saqchilari tarafından tutulup kaldı. Tutulup kalgan için bilime onun akıbeti nem boldu. Turist Mehmet Qashqa 5 gramlik bala. Muşu işlerin hemmisini muşu guyla kıldı. Terörist degen kimke? Bunun içinde Haşim Ekim var. Haşim Cammu aşu Ayşelek bağan guylanın birisi. Mao Ablat Nur deganni Nur devaptı özünü ismini özgertip ya özünün ismini bilmeyme bunu Ablat Karango desek oldu. Çünkü Allah'ın kitabı nurluk kitabı kalplegi şifa kitap koludu tuğan neyse hazırgı kıp karango yaşayatıdı bu. Hakikat deganni bilmeydi. Bunun ismi Muxtar. O'rta Osiyodagi ismi Muxtar efendim deb atalgan neyse bu. Bu bilmeydi dejurdu. Kim teröristke kırındaşlar? Kim qatnışıptı bu işlağa? Bula uyada tursa bu hükümetinin namıga dağ tegmeydi. Bizge qatnaşsak dağ tegidi. İnimge şunçilik töhmetlerini qildi buguyla Hasan Mahsum taraf bop qalğanlygy üçün. Buguyla özüçü. Özü qığa işleri azma? Nurahmatning qığa işleri azma? Bizni bilmeydi odamda. G'ulamchi
Ashad Azmatning ishini buzib o'tishga sabab bo'lgan bu. Birinchi, to'kmat, butuncha. Nimaga Azmat kim to'kmat qildi-ku bu? İşpiyon, casus deb. Mujbular hammasi birti ashaladi. Bütün O'rta Osiyoni qalayimqon qilib o'tib 99-yil hammadan burun qochgan bular bu. Endi gunohni bizga atyotdi. Men Turkiyaga berib tudim. Kelgandan chiqqandan tortib mushlarni birlashtirish, vatanga ish qilish, vatan uchun xizmat qilishdan boshqa narsa o'yin bo'lmadi. Chunki men bir siyosiy oilada o'sdim, inqilobiy bir oilada tug'ilib, siyosiy beshikda cho'ng'ildim men. Men mushundaq bir xalqparvar, millatparvar, vatanparvar oilada cho'ng'ilgan. Shuning uchun butun zehniyatim hammasini Xitoyga qaratdim. O'rta Osiyoda shunda bo'ldi, Ashadim shunda bo'ldi. Inim nadam bo'lganligi uchun bularni bilmagachga bularning damiga tushib ketdi. Buni Qirg'izistonga olib bergan pasportini olgan qo'y, hozir Germaniyada yashayotdi. Hammasini bilaman. Qapqonga dastatdi inimni. Buningga urib o'ltirayotgan tasqalda o'ltirdigan vaqtida qechib tutildi inim. Agar qochmaganmiz o'ltirib yetdi. Endi nim deb gunoh atish kerak, buningga bu to'kmat qurlar. Bütün to'kmat. Shuning uchun qorong'u og'uylar. Bir, ikkinchi, men hozir surishtiramiz Turkiyaga berib. Men to'sudimmi, ashaqdan ya da'vat qildimmi? Hozir bolalar bor, qizlar bor, ayollar bor, men to'sigan. Bizlarni saqlayolmaysizlar, ukam u yerda bormanglar u yoqqa deb. Hozir bolalar bor, o'qigan, Misrda o'qib kelganlar bor, ukam u yoqqa bormanglarmi, sizlarning xizmatinglar mushada boshqa yoqqa xizmat qilamiz deb. Hozir bor. Berib kelib, men to'sig'anda ketib pushaymon qilib kelgan bolalar bor. Hozir ko'rsatma guvohchilarini. Men qanday xizmat qildim? Men banasamdan kechib, uydan kechib, o'zimning puli bilan pul berib, o'zimning puli harakat qilib, vatan uchun xizmat qilish uchun barliq zehniyatimizni vatanga qarshi uchun xizmat qildim. Agar adil guvohlikdan o'tadigan bo'lsa, Abdulikim mahsum bo'lgansa hozir deb beradi. Men nim dedim shu odamlarga? Mayad O'rta Osiyodagi ishlar shakllanyapti, aka. Nima ukam? Mahsum, biz ma ishlarni qilib, millatni uyg'otmasak, ma'ni qilsak, chiqmasanglar, sening sizinglarni oladi, millat, ma ishlarni qilayli deb uyga chaqirib kelib, necha soat paranglashgan. Guvohchilar turibdi hozir. Bizga to'kmat qildigan, nima uchun bizga to'kmat qildi bular? Nima uchun bizni yomon ko'rdi? Biz to'g'ri maydonda turyapmiz, adil maydonda turyapmiz. Xalq birlashsin, zehniyatimizni Xitoyga qarshi turaylik desak, bular ishchidan dushman izlayotdi. Men hammasini paketi bilan deb beraman. Mushlarning qaysi yog'anka deb baqsin, o'ltirilganlar yog'anmi? Ashlar hammasi o'lganlarning hammasi Xitoyning jasusimi? Tayoq yegan bolalarning hammasi Xitoyning jasusimi? Bulangan bolalarning hammasi Xitoyning jasusimi? Necha bolalar bulandi, 20 minglab dollarlarni bulab urib ep ketdi. Mushlarning hammasida mushlar biladi, mushlarning qo'li bor. Terrorist kimga? Terrorist degan xalqning ichida mushunda g'ulg'uli paydo qilgan, mushunda parakandichilik qilgan, mushunda qo'rqinish solgan odamlar terrorist bo'ladi. Siyosiy xizmat qilgan, Xitoy hukumatiga qarshi chiqqan, Xitoyning armiyasiga, soqchisiga qarshi chiqqan odam terrorist emas. Hozir shuning uchun Amerika Xitoyningki soqchi organlarini qora tizimlikka kirgizdi. Bizga hozir qarshi chiqayotgan, men 20 necha soqchida ishlayotgan bular bizning ustimizdan gap tepib qarshi chiqyotdi. Shu qora tizimlikka kirgizilgan soqchi idoralarining ichida xizmat qilgan bular bu. Yağandan Qur'on hadisdan so'zlab. Shuning uchun mayalki barliq Sharqiy Turkiston xalq vakillari qarindoshlarimiz hammanglar uyqunglarni ichib, bularga hushyor bo'lish kerak. O'rta Osiyoda butun qalayimqanchilikni topganlar hozir mush ustida turib olganlar. Hozir taftish bo'lib olganlar. Yağan agar meniki yağamsa hammasini davlatlik isbotlayman. İniqlaymiz. Haqiqiy taftish bo'lganimizda iniqlab baqsin guvohchilarni akilib.
Meni bergindin qaralab chiqarganlarni bilmaman. Ular Dünya Uyg'ur qurultiyining haqiqiy qo'llaydiganlar. Qop-qarasqa burun qarishdi Dünya Uyg'ur qurultiyiga. Hozir pul yig'adigan odam qilib qo'yib edi, ular qo'llaydigan bo'lib ketdi. Vatanga berib keldigan odamlarni tunigan 2016-2017 vatanga berib kelganlar inqilobchi Dünya Uyg'ur qurultiyini qo'llaydigan bo'lib ketdi. Bularni hozir mala qo'llatadi. Amerikadagi yarmamatdak odamlar qo'llatadi. Bizga qarishtiryapti. Iniqlamaydi, bilmaydi kim bizga qarishtiryapganlar. Kimlardan o fikrni elyapti? Bizga qarishtiryapganlar kimga? Mushundaq odamlar qarishtiryapti bizga. Dünya Uyg'ur qurultiyining butun odamlarini tillab bo'ldi Yarmamat. Ammo ularning fikrlarini bizni yomonlagan, shular yomonlayotsa, shularning fikrlarini quvvatlayotdi. O'zi kim uchun xizmat qilayotganlarini bilmaydi bular. Mana bularning qilayotgan ishi. Shuning uchun barliq millat vakillarining ho'shyor bo'lishini, haqiqiy maydonda to'g'ri turishini, kimni haqiqiy rahbarlik ustiga chiqarishni o'ylab beqish kerak. Men anladim, to'plarga jurido ilyarning gap so'zlarini budaqi chiqargan qarorlar intayin to'g'ri. Moshunda burun mushta bo'lish kerakdi bu narsa. Kechikkan bo'lsa-ma to'g'ri, cho'qim shunda yaxshi bir rahbarlik chiqish kerak maydonga. Bu yerda maydoni yo'q, o'zining do'stlariga osiylik qiladigan odamlar hargiz buning rahbarlik bo'la olmaydi. Shuning uchun qarindoshlarning ho'shyor bo'lishini, bularningki haqiqiy aptipashirishni, haqiqiy yuzini ko'rishini tavsiya qilaman. Mush gap sizlarim yolg'on bo'lsa, o'sha qatnashgan bolalar, shu vaqtdagi O'rta Osiyoda bolalar, ashuna qatnashgan bolalar Turkiyada hozir bor. Yashayotdi, ko'nalardan bir nechtalari bor, yashayotdi, so'rasanglar, aniqlasanglar bo'ladi. Va boshqa yerlardan bor va aniqlasanglar bo'ladi. Bu sürgün hükümetinin yüzüge haqiqiy dağ tekkizadigan ve dağ tekkizayotgan adamlarning kimlar ekanligini sizlarning cho'qim tanishinglar kerak.